Elita Kids jamoasi har doimgidek bir qadam oldinda. Biz 5-6 yoshli jajji o'quvchilarimizga nafaqat fanlarni, balki o'sha kundalik hayotda asqotadigan mashg'ulotlar bilan ham shug'ullantirmoqchimiz. Chunki bu dunyo standartiga mos holatda shu Elita Kids ni tashkil qilmoqchimiz. Bunda nafaqat fanlar, balki kundalik hayotda asqotadigan ko'pgina faoliyatlarni bolalarga mohiyatini o'rgatib boramiz. Masalan, olaylik, mana bu elektr ulag'ichni xavfsiz foydalanish, qo'lni masalan qanday holatda bo'lishi kerak, xavfsiz foydalanishni o'rgatamiz, yoki oyoq kiyimlarni bog'lash, yoki telefon, eshik ko'rchiklaridan, qisqasi kundalik hayotimizdagi ko'plab detallarni bolalarga mohiyatini tushuntirib o'rgatib boramiz. Yana o'yinchoqlarga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, barchasi aqlni rivojlantiradigan, fikrni tezlashtiradigan, tez fikrlashni o'rgatadigan o'yinchoqlardan iborat. Oddiy moshincha, shunga o'xshash narsalar ko'rmaysiz bu yerda. Bundan tashqari shkafchalarimizga bolalar har kuni odatlantiramiz. Shu kiyimchalarini taxlashadi, olishadi, har kuni shu odatlarni qildiramiz. Tozalikka o'rgatamiz, fanlarni ham chuqur o'rgatib, sport bilan ham shug'ullantiramiz.